suzib berdi, bahor gul o'sib berdi. Suyunchi beray keling, bugun o'g'lim o'g'illik bo'ldi. Toychoq bolam, toy bolam, palvon bolam, boy bolam, tandirdagi shirin kulchadek issiq qanday yoqimtoy bolam. Allohimdan so'rganima, intizor bo'lganima, xush kelibsan o'zimni toy bolam. O'pay shirin yuzlaringdan, tutay mitti qo'llaringdan, xush kelibsan erkatoyim bolam. Allohimdan so'rganima, intizor bo'lganima, xush kelibsan o'zimni toy bolam. O'pay shirin yuzlaringdan, tutay mitti qo'llaringdan, xush kelibsan erkatoyim bolam. Bo'y qo'shilib bo'yiga, bug'doy to'lsin uyiga, shukr yetkazdi bizni yana beshik to'yiga. Buvisining qaymog'i, bobosining do'mbog'i, xush kelibsan uyimizning chirog'i. Bo'y qo'shilib bo'yiga, bug'doy to'lsin uyiga, shukr yetkazdi bizni yana beshik to'yiga. Buvisining qaymog'i, bobosining do'mbog'i, xush kelibsan, xush ko'rdik uyimizning chirog'i. Hech bir ne'mat bosolmas shirin farzand o'rnini. Dunyodagi har bir qiz ona bo'lsin bir kuni. Allohimdan so'rganima, intizor bo'lganima, xush kelibsan o'zimni. Shaytonirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Avvalambor Allohim, Alloh dardi borga shifo ber, ikkatlarga oq yo'l, yomonlarga insof ber, qarzi borga najot ber, qarilarga imom, yoshlarga umr bergin. Qolgan hamma farzandlarimiz qo'shgani bilan qo'sha qarisin, baxtli taxtli bo'lishsin, uvali juvali ser davlat ser farzand bo'lishsin. O'g'illi qizli tuyli poyali bo'lib umrlar oxirlarigacha bir-birlariga mehr oqibatli bo'lishlikni Alloh o'zi nasib qilsin. Allohim hamma farzandlarimga Alloh omadlarini bersin, olisini oldirishmasin, to'lisin to'kilishmasin, g'oyibona g'oyiblardan, kuch-quvvatidan, sabr qanoatidan bersin. Yaxshilarga yondashtirsin, hamma farzandlarim yomonlardan adashtirib beshvar namozlariga moyil qilsin. Yo'ldami, cho'ldami, ro'ldami, qattiq Alloh panohida o'zi assin. O'ziga omonat o'tkazib o'ylantirmasin, yotkizib tervatmasin, duo qilmasin, Alloh muhtoj qilmasin. Allohim shu bergan norisda bergan zurriyotlaring Alloh berganing rost bo'lsin. Allohim uzun umr narizgan bo'lsin. Alloh ko'rsa ko'rsa shu ahli bilan iloyim arqamizda o'tib qoriya qorilarda Alloh nasib qilsin. Allohim bergan zurriyotlaring, bergan farzandlaring Alloh ota-onasiga yo'ldosh bo'lsin. Yurtimizni, yurtlarimizni Suriyadaxon deputat prezidentlardan bo'lishlikni Alloh nasib qilsin. Allohim yana shu oylarga, yana shu kunlarga jumla yesin, jumlani qatorida hammamizni qatorimizdan xato qilmay sog' salomat yetishlikni, yana shunaqa kelib shuratlarda turib, shuna rasmlarga tushib, shuna duo qilishlikni Alloh o'zi nasib qilsin. Rabbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan arhamdan nasib qilib, g'oyiblardan bersin. Alloh hojilarga borishlikni ham nasib qilsin. Borib o'shalarda 2 rakatdan namoz o'qishlikni Allohim hammamizga nasib qilsin. Allohu akbar. O'pay shirin yuzlaring